Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyatimiz chegara hududlari va bojxona o'tkazish postlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli xildagi ko'ngilsiz holatlarni oldini olish maqsadida taktik o'quv mashg'uloti o'tkazilmoqda. Navbatdagi o'quv mashg'uloti mamlakatimiz hududiga kirib keluvchi transport vositalari va turli ko'rinishdagi yuklarda nurlanish xavfi yuqori bo'lganda kuch va vositalarning harakatlanishi, bu vaziyatda davlat xizmatchilari qanday yo'l tutishi bilan bog'liq holatlarga bag'ishlandi. O'quv mashg'uloti mavzusi bo'yicha chegara o'tkazish punktidan mamlakatimiz hududiga kirgan transport vositasida nurlanish xavfi yuqori bo'lganligi sababli transport vositasi vaqtinchalik to'xtatilib, mutaxassislar tomonidan maxsus asbob-uskunalar yordamida ko'rikdan o'tkazildi. Shundan so'ng shartli ravishda xavfli hudud deb belgilangan joy chegaralanib, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan xavf bartaraf qilindi. Mashg'ulot yakunida saf ko'rigi tashkil etilib, yo'l qo'yilgan kamchiliklar, xavfni to'g'ri baholash lozimligi aytib o'tildi.